بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد غayna derslerimizni davom etamiz. Biz bitinde İslam aqidasının tüp negizlerini öğrene başladık. O bitinde 6 negizden tura ettik. Birincisi Allah'a iman keltirүү, ikincisi onun feriştelerine iman keltirүү, üçüncüsü onun kitaplarına iman keltirүү, rasullarına iman keltirүү, kıyamet gününe, ahiret gününe iman keltirүү hamda Alloh taolaning taqdirine iman keltirүү. Bu şu 6 nima İslam aqidasının tüp nimeleri. Agar da bireyine iman keltirmese aqidasi dürüst olmay. Kişinin aqidasi dürüst olmay, imanı dürüst olmay, kişi musulmon bulmay. Bu 6 nimani bilirge kerak, o aşanlara kerak. Birinci sebebinde İslam dininin eng tüp aqidasının eng tüp nimasi ol Alloh taolaga iman keltirүү. Bu eng tüp nima? İslam dininin eng tüp nimasi. Çünkü şu İslam dini ol din Alloh taolani buyuklov, Allohga bo'ysunuu, Allohga ibodat qiluu. Şulay tugilmi? Albatta şulay. Şunun üçün ol eng tüp nima? Buni niq yaxshi bilirge kerak. Aytdik biz Allohga iman keltirүү 4 nimadan tura. 4 nimadan tura. Birincisi Allohning borlig'ini ishonuu. Buni biz o'rganib ketdik. Ham ishora etamiz o'zimizning oldagi yozdirgan darslarimizga, leksiyalarimizga Allohning borlig'ini isbot etib degan 4 leksiyadan tura. Shularni taqdim etamiz ularga. İkincisi Allohning birdan bir Robbi ekanina iman keltirүү. Birdan bir Robbi ekanina iman keltirүү. Robbi nima u? Borliqqa keltiruvchi, rizqlantiruvchi, idora etuvchi, hukm etuvchi, o'lim beruvchi, yan beruvchi, o'zining borliqqa keltirgan maxluqlari bilan idora etuvchi ham hukm etuvchi haq podshohi bo'layindi Robbi. Ya'ni qisqasi aytganda Alloh taolaning ishlari, amallarida bir etuv. Onun tengdoshlari yo'q, yordamchilari yo'q. U tengdoshlarga, yordamchilarga muhtoj tugil. Biridir boshqara shu butun ishlarni. Ham bir maxluqda uning Robbiligidan sig'ib keta olmay. Uning hukmidan bir nechikta sig'ib keta olmaymiz. Biz bitabizda Robbimizning hukmi ostida yashaymiz. Hukmi ham uning idorasi ostida yashaymiz. Biz bilan Alloh taolo ne tilay shuni ishlay. Qachon tilay bizni barqa ketara, qachon tilay bizga o'lim bera. Kimgadir ko'p bera rizqni, kimgadir az bera. Shulay kimdir boyita, kimdir yorli eta. Shulay bit. Bütün tiri yanlar ham tiri bo'lmagan yanlar bilan Alloh subhanahu taolo idora eta. Bütün yahan bilan Alloh taolo idora eta. Birdan bir Robbi ekan tanirga tegishli biz. Üçüncüsü bik muhim nima, eng muhim nima Robbimizni birdan bir ilah deb tanirga tegishli biz. Og'ayni. Birdan bir ilah deb tanirga tegishli biz. Uning Robbi ekanligini ishonib yetmay bizga. Musulmon bo'lar uchun yetmay. Alloh taolaning bilan men birdan bir borliqqa keltiruvchi, rizq beruvchi, o'lim beruvchi, tiriltuvchi, yer ham quyoshlarni borliqqa keltiruvchi, planetlarda borliqqa keltiruvchi deb aytuvgina yetmay kishiga musulmon bo'lar uchun. Musulmon bo'lar uchun bo'ysunirga kerak. Allohga ibodat qilishga kerak. Allohda birdan bir iloh etirga kerak. Birdan bir iloh deb tanirga kerak. Ya'ni bu la ilaha illalloh. Allohdan boshqa hech haq iloh yo'q deb aytuv. Ham shuni tanib biluv. Nima ul iloh biz bitni bilamiz? Ul ibodat qiluvchi zoti. Ya'ni Allohdan boshqa ibodat qilirga loyiqli hech bir zot yo'q deb tanirga tegishli biz. Ibodat bitni Allohni buyuklov, uni yaratuv bilan, uni oldida kamhanu bilan, ham qo'shqanlarni o'tab tiyganlarni tiyiluv bilan, ya'ni o'sha din bilan Allohga ibodat qilamiz, Allohga tobinamiz. Ham uning bir o'zigagina tobinamiz, boshqa bir nimaga tobinmaymiz. Allohda birdan bir iloh deb tanuvning talabi bor, og'ayni. Talabi bor, nindi talabi bor? Uni o'zigagina ibodat qilib. Bir o'zigagina ibodat qilib, boshqa nimalarga ibodat qilmau. Ham biluvsa, ko'pchilik kishi Allohdan boshqa o'zina boshqa tobinov zotlari olganlar. Boshqa tobinov zotlari o'lab chiqarganlar. Kimdir payg'ambarlarga tobina. Xristianlar ham. G'iysa payg'ambarni Allohdan ulutib, qahirlar aytadi, o'zi Alloh deb Allah haqlahım bizni unday adashuvdan uga ibodat qilalar Alloh o'rnina. Alloh taolo haqlahım bizni unday adashuvdan. Ya'ni Alloh taolaga shirik keltiralar. Alloh taolo o'rnina uning payg'ambarni ibodat qildilar. Qay bir kishilar og'astarga tobinalar. Qay bir kishilar planetlarga tobinalar, quyoshga tobinalar, bosh yerlar, buyuklaylar. Qay birlar turli hayvonlarga, qay bir kishilarga, indarga tobinalar. Qahirlar tobinalar o'lgan kishilarga, ularning qabrlarini
ulardan ümit iterler, ularni büyükleyler, ular tirele eğlenip yürürler. Şunun bilen ular o'sha qabrlarda ilah yahanlar. İlah yahaylar. Tileydermi ular? Tilemeydermi? Tildermi aytilermi ular? Bizim ilahlarimiz deb aytmaydermi? Ularning harakatlari bilan, ularning büyüklewi bilan, qo'rquvi bilan, yaratuvi bilan, ulug'lovi bilan ular uni ilah yahanlar. Ularni Rus aytmishlar, bozorство ishlanlar ikinci. Allohdan boshqa bozorство ishlanlar. Bular endi adashgan, ular musulmon deb yurituvchi adashgan sektalar, sufiylar hamda shialar. Ular yaratalar o'zlarining shayxlarining, o'zlarining ustozlarining, o'zlarining avliyalarining, ular o'lagansa qabrlarına borib tabınırga. Ular aytmaylar bir tabınamiz, bizning ilahlarimiz deb. Albatta. Yo'q. Ular Allah deb aytmaylar, lakin haqiqatda ularni ilah yahanlar. Chunki ular qaybirlari borib ulardan so'raylar. Qaybirlar til bilan so'ramay, yuragi bilan umid etadi ulardan. Yuragi bilan umid etadi ulardan tozalik. Yuragi bilan umid etadi ulardan foyda, endi barakat, tanina barakat, malına barakat umid etadi. Qaybirda tiralay aylanib yurirlar. Qaybirda yonuna kelib o'tirga yaratalar, uzoq ettirib saatlar bo'yina. Ya'ni ular nedir umid etadi, ular buyuklaylar o'sha qabrlarda ham ularni tileylarmi, tilamaylarmi, ular ilah yahanlar. Allah Teala haqlahım bizde. Bu bitinde Allah Teala şirk ketiruv hem o'sha Allohga iymon keltiruvning uchinchi nimahin yo'qqa chiqaruv bo'la. Allohda birdan bir ilah deb tanimau. Birdan bir ilah deb tanimau. Musulmon kishi bir kimdilar buyuklamay, bir kimga bosh eymay, bir kimga ibodat qilmay Allohdan boshqa, bir kimga namoz o'qimay, bir kimga sajda qilmay, bir kimga ruku qilmay, bir kimdan da yuragi bilan umid etmay, bir kimdan da qo'rqmay, ham bir kimga tavakkal etmay, bari tek Alloh taolagina tavakkal qila. Bari tek Allohdan qo'rqa, Allohdan buyuklay. Shu bo'la asl musulmon. Ul Allohni birdan bir ilah deb taniy, birdan bir haq ilah deb taniy. Shunday harav. Biz aytdik bitinde ikincisi Allah Teala birdan bir Rabb deb. Shulay bit. Yani bu atala tevhid er-rububiyyah Arap tilinde aytdik bitinde. Yani Rabbilik tevhidi. Tevhidde biz nima ketib aytdik? Bir Allohni birlaw. Shulay bit. Yani tevhid er-rububiyya Allah Teala'ni Rabbi bulaq birlaw. Rabbi bularak birlaw. Manha ali üçüncüsü tevhid el-uluhiyye deb atala. El-uluhiyye yani ilahlik tevhidi. Yani Allah Teala'ni ilah bularak bir ituv. İlah bularak bir ituv. Şunday haravtuva. İki tevhid arasında nindi ilimte var mı? Beyleniş var mı? Cevap elbette var. Elbette var. Şu Allah Teala'ni birden bir Rabbi deb biluv, bizde kitirib yetkire Allah Teala'ni birden bir ilah etuvga. Şulay bit. Agar da bilha kishi Allah Teala birden bir barqa kitiruvsi, hinga foyda beruvsi, hinga ziyon beruvsi, ham bir kimda shuni saqlamay, idora etunan, uning hukmidan birovda toypila olmay, ham butabida kiro Allah subhanahu taala qaytib bilgandan hun kishi, ham Allah Teala uni rizqlantirusi ekan bilgandan hun kishi bir qassanda aqlli kishi o'zina boshqa ilah olmayasaq, boshqa ilahlar olmayasaq, topolmayasaq toshni barqa kitirganmi? Taşı ona rizq berami? Yo'q bermay. Qabrga topolmayasaq. Qabr ag'zahana nindigina izgi kishi bo'lmagan, uga topolmayasaq. Chunki u kishi maxluq. U kishi barqa kitirilgan. U barqa kitirilsa tugul bit. Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madha khalaqu min al-ardi." Aytdi Allah Teala: "Ko'rmanagan menti o'zingizga Allohdan boshqa ilahlar olgan nimalarga ko'rhatigiz menga ular yerdan nima barqa kitirganini. Ko'rhatigiz yerdan qayhi ölüşün ular barqa kitirdilar. Ko'kdan qayhi ölüşün ular barqa kitirdilar. Allah Teala shiltalab ayta. Shiltalab ayta Allohdan boshqa ularni yolg'on ilahlar olgan kishilardi. Aman adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Allohdan boshqa nimalarga g'ibodat qiluvsananda adashqanroq kishi bormi deb Alloh Teala ayta. Ularni eshitmagan, ham ularga foyda berolmagan nimalarga g'ibodat qilardi. Ham tegilar ularga g'ibodat qilganlarini bilmaydirdi. Chunki ular o'lilar, o'lgan tarqalib o'tgan kishi, him qabrga borib timiksinib, uning tiralay aylanib yurib, uning tuprog'ini o'nib, uning nimadir umid etib yurayhi, u hini bilmaydi. Hini uning yonida yurganin. Allah subhanahu taala haqlahim bizda unday adashuvdan. Ham Allah subhanahu taala g'afu etmay, kim uga shirik keltira, Allohdan boshqalarga g'ibodat qilgandi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Durustlikda
Alloh subhanahu va taolo kim uga shirk keltira, ya'ni uga tengdosh keltira, undan boshqa birayni ibodat qila, Alloh subhanahu va taolo uni g'afur etmay. G'afur etmay u kishini. Ham u kishining o'rnini mangilik o'tda bo'lsa. Mangilik o'tda bo'lsa. Shirkda Alloh taolo g'afur etmay. Bu eng zo'r gunoh. Alloh taolaga kimnidir tinglav. Bu gunohda Alloh subhanahu va taolo g'afur etmay. Ham Alloh subhanahu va taolo bütün payg'ambarlarni, bütün rasullarni tarix aylananda yuborib turgan ne uchun? Kishilarni shirkdan tavhidga chaqirursin. Shirkdan, yolg'on dindan tavhidga chaqirursin. Bir payg'ambarda kelmani o'z xalqina anglatirgan Alloh taolaning borlig'ini. Alloh taolo birdan bir Robbi ekanini anglatir uchun birovda yuborilmagan. Chunki ularning xalqlari Allohga bo'yinmagan xalqlar bütün hali anglaylarni Alloh taolaning borlig'ini. Bütün hali anglaylarni Alloh subhanahu va taolaning birdan bir Robbi ekan, birdan bir borliqqa keltiruvchi, rizq beruvchi ekanin, yer ham ko'klarda borliqqa keltiruvchi ekanin anglaganlar ang'ayni. Bir payg'ambarda kelmagan o'z xalqini o'rgatmagan Allohning borlig'ini ishonig'i deb. Yoki Allohning birdan bir Robbi ekanini biligi deb birada kelmagan. Niçin yuborilgan ular? Ular chaqirganlar, o'ziga yolg'on ilahlarga qoldirib, asl ilahga ibodat qilib deb chaqirganlar. Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Alloha wa yajtanibu at-taghut." Ma'naha, bana biz bütün ummatlarga rasul yubordik deydi. Allohga g'ana ibodat qilib, tag'utlarni qoldirib deb. Allohning birodagina ibodat qilib, tag'utlarni qoldirib deb. Shulay Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allohi ahada." Dörflükdə bütün ibodat qiladigan o'rinlar, masjidlar, ham sajda qiladigan o'rinlar bütün hali Allohniqiti. Alloh taolo uning haqqi zahid. Shulay bo'lg'as, undan boshqa birovga ibodat qilmaydi Alloh taolo ayta. Shundan Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Amman yad'u ma'a Allohi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Kimda kim Allohdan boshqa ikkinchi ilahga ibodat qiladi, yolg'on ilahga ibodat qiladi, uning biga bir dalili yo'qdi. Qur'onda aytilmagan, bir payg'ambarda qo'shmaganiga kirihinsa, payg'ambar shirkdan, Allohdan boshqalarga ibodat qiluvdan tiyilgan butahana qat'iy ravishda. Ha innama hisabuhu 'inda rabbih. Ham uni Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida hisobga torttirsa, ham kimda shirk bilan o'lib ketgan, Allohdan boshqalarga ibodat qilib o'lib ketdi ekan, Alloh uni mangilik o'tga kiritasak. Alloh taolo bizni haqlasin. Innahu la yuflihul kafirun ti Alloh taolo. Durustlikda kafirlar bir qasamda baxtga erishmayacaklardi. Alloh haqlasin bizni. Endi Qur'on boshdan boshlab adag'ana tikilim Alloh taolaning birodagina ibodat qilarga chaqira. Birodagina namoz o'qirga, birodagina tinglarga, birodagina bo'ysunurga, birodagina ullarga, birodagina yalatirgani ayttirib, birodagina qo'rqarga, birodagina boshi yerga, birodi oldindagina kamhinirga, uning shariatini erirga, uning payg'ambarlaridan tiylarga, uning rasulini tinglarga, shunga chaqira bizni Rabbimiz. Qo'shmagan Alloh subhanahu va taolo bizga qabrga borib yalinirga, og'asga borib yalinirga, qo'shmagan planetlarga yalinirga, qo'shmagan toshlarga, shishmalarga borib umid etirga. Bütün nimani Alloh taolaning umid et. Alloh taolaning umid et. Allohga g'ana tavakkal qil. Allohdan g'ana hara. Shuni bizga Alloh subhanahu va taolo amr etadi. Ham shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizni ikki dunyo baxtini erishtirsak. İki dünya baxtına eriştirsek. Bu dünyalar tiniz turmush, ko'krak kengligi, tigi dunyolar mangilik jannat lazzati. Mangilik jannat lazzati. Bu endi uchinchi nima? Alloh subhanahu va taolani birdan bir iloh deb tanirga tegishlidir. Ham payg'ambarlarning yibariluv sababi, bütün payg'ambarlarning yibariluv sababi o'sha tavhid. O'sha tavhid, ilahlik tavhidi, tavhid al-uluhiyya. Bunga yetib turib, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta va astaghfiruka va atubu ilayk.